Go'zal axloqliq, diyonatlik bir qiz o'ziga o'xshash axloqliq va diyonatlik bir yigit bilan to'y qildi. Ular baxtli turmush kechirdi. Alloh ularga 2 farzand ato qildi. Balalar ularning turmushining baxt tojisi edi. Ular to'y qilib 10 yil o'tganda tuyuqsiz o'zgarib qoldi. Uning mijozi to'liq chus bo'lib qolgan edi. Arzimas ishlar uchunmi ochiqlanatdi. Bu mijozi sababli ko'pincha vaqtlarda ayolida hech qanday xatolik bo'lmasa-mu, uni tillab, haqoratlab, zulm qilatdi. Ayol tuyuqsiz yuz bergan bu o'zgarishlardan to'liq hayron qoldi. Aslida u bag'ri yumshoq, yaxshi niyatlik bir kishi edi. Ayol zodi nimani xato qilganligi haqida ko'p o'ylandi. Yo'ldoshim mendan talab qilgan muhim bir ishni qilmagan vaqtim bormidi. Zodi qanday xatolik o'tkazgandiman? O kecha kunduz ana shundoq o'ylaydi. Biroq u shuncha o'ylabmi o'zida yo'ldishini o qadar asabiylashtirayotgandek bir sabab topolmadi. Shundoq bo'lsa-mu, qo'lidan kelishicha yo'ldishiga illiqlik va mehr-muhabbat ko'rsatdi. Ba'zida uningga chaqchaq qilib, akilab, yiqillik qiladi. Lekin ayoliga har doim qo'pollik qiladi. Shundoq qilib ayol bara-bara uning bilan birga o'ltirishni xolamaydigan bo'lib qoldi. Ayol bo'lgan ishlarni ma'lum bir do'stiga so'zlab berdi. U Qur'oni Karimni yodqa biladigan qori ayol edi. Islom dinini cho'nqur biladi. Do'sti uni sabr qilishga tavsiya qildi. Qur'on o'qishga, Allohni ko'p eslashga, bo'libmi Baqara surasini ko'proq o'qishga buyurdi. Alloh taolo mundoq degan edi: Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmo oshidi. Sura Isro 82-oyat. Ayol Allohdan boshqa hech bir yordamchining bo'lmaydiganligini cho'nqur bilib yetdi. U bolalarini yaxshi tarbiyaladi va do'stining tavsiyasi bilan Allohga ko'p istig'for etdi. Kechalari nafl namoz o'qidi. Bolalariga Qur'on o'rgatdi. Ularga payg'ambar alayhisalomning tarjima holini so'zlab berdi. Bir kuni atdiganda dasturxon ustida bir masala haqida paranglashib etib, ochiqlanganicha ayolining yuziga bir tastak soldi va uyni tashlab chiqib ketdi. Bu chaqda ayol butun vujudi bilan yig'lab turib ketdi-da, ota-onasining yiniga ketdi. Ular qiziga nihoyat mehr-shafqat ko'rsatib, ko'ngil bildi. Ayol ota-onasining uyida turgan kunlardami har kuni Qur'on o'qishni tashlamadi va turib yig'lab ketdi. Qur'on uning qalbiga rohat bag'ishlaydi. U bir kuni Qur'on o'qiyotgan chaqda tuyuqsiz bir ovoz uning tilovatini bo'lib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan edi: Sizlar uyinglarni qabristonlikqa o'zgartib olmanglar. Ya'ni uyinglarda Baqara surasini o'qinglar. Baqara surasi o'qilgan uydan shayton qochadi. U g'alita ovozdan cho'chigan ota-ona oshxona uyga kirdi, lekin hech kim yo'q edi. Hamma uyga qarab chiqdi, hech ish yo'q. Ular hovliga chiqib qarab boqdi. Hovliga yotqizilgan bir parcha xish ajrab ketgan edi. Ular ovozning bu yerdan chiqqanligini faraz qildi va xishni osta elib ostiga qarab boqdi. Ajoyib ish. Xishning ostida imo-chimo yozilgan bir narsa turadi. Aslida u sehr ekan. Ular buni elib mahalladagi bir olimning yiniga keldi. Olim ularga uning sehr ekanligini dedi va sehrdan qutulishning yo'lining Qur'on o'qish ekanligini ko'rsatdi hamda u yozmalarni ko'ydirib tashlashga buyurdi. Ular darhol uni ko'ydirib tashladi va olimning degani bo'yicha sura Fotiha, 2 qul va boshqa suralarni ko'p o'qidi. Oradan uzun o'tmay tuyuqsiz ularning uyiga xo'shal bir chiroy bilan kirib keldi. Bu ahvol oiladagilarning hammasini xo'shal qilaverdi. Shuningdan boshlab ularning oilasiga xo'shal xuramliq, baxt saodat qaytib keldi. Qarindishim, sehr haqiqatdir va kufrliqdir. Uning davosi Qur'ondir. Payg'ambar alayhisalom sehrdan qanday qutulish haqida so'ralganda Qur'on bilan davolaning deb ko'rsatma bergan.